Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijniy, Kamskiy, Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. To'g'ridan-to'g'ri Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan reysiy avtobuslarimiz jo'nab ketadi. Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha qonuniy reyslar haftada 4 kun: dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Toshkent, Moskva, Nijniy, Kamskiy, Nabrijniy, Chili yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun: seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da reys vaqtlari boshlandi. Sizga ham ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa, ishonchli biletlar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Telegram, Facebook, Instagram kanallarimiz ham hammasi ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham siz o'z savollaringizga javob olsangiz bo'ladi. Bizning avtobusimizda barcha shart-sharoitlar, qulayliklar yaratilgan bo'lib, siz uchun 2 ta monitor, 2 ta kuryer xizmati, undan tashqari qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar va zaryadchik moslamalari va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Tanlovda adashmaslik uchun ekrandagi raqamlarni saqlanib qo'ying. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat.